kichkinagina ozginagina joydan ham yaxshigina daromad qilsa bo'ladigan soha. Bu sohaga 2025-yil kuz oylarida qiziqib qoldim. YouTube'da shu shampinyon qo'ziqorini yetishtirish bo'yicha rolik ko'rib qoldimda, shu bo'yicha o'rgandim. Qo'ziqorini yetishtirishchi. Keyin mana shuni yo'lga qo'yaman deb mahalla hokim yordamchisiga murojaat qilganimda, innovatsion tomorqa shunaqangi loyihaga pul ajratilar ekan, subsidiya olib, mana shu faoliyatimni boshladim. Bir yilda 4 marta ekib, 4 marta hosil olsa bo'ladi. Har bir hosildan mana shu yerda 50 kvadrat joyga qilganmiz. 50 kvadrat joydan 100 million, 120 milliongacha daromad topsa bo'ladi. Kichkinagina, ozginagina joydan ham yaxshigina daromad qilsa bo'ladigan soha. Tavsiya qilaman qo'ziqorini yetishtirishni.